Salom aziz do'stlar. Bugungi videomizda men siz bilan shunchalik muhim mavzu haqida gaplashmoqchimanki, uni bilmaslik sizni juda ko'p puldan, imkoniyatdan, hatto moliyaviy barqarorligingizdan mahrum qilishi mumkin. Bu pullar bu hujjatlarsiz kelmaydi deb nomlangan qoidadir. Bu shunchaki bir gap emas, balki hayotiy haqiqat. Har bir inson yoshidan, kasbidan qat'i nazar ushbu ma'lumotni bilishi shart. Agar siz hali kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq buni qiling va videoga like bosing. Chunki bu video va'da beramanki sizning moliyaviy kelajagingizni o'zgartirishi mumkin. Keling, muammoning ildiziga boraylik. O'tmishda. Masalan, 2700 yil oldin hayot ancha sodda edi. Odamlar bir-biriga ko'proq ishonardi. Qog'ozbozlik kamroq edi. Ko'p narsalar og'zaki kelishuvlar asosida hal qilinardi. Masalan, biror qarindoshingizga pul bergan bo'lsangiz, birorta rasmiy hujjatlarsiz shunchaki qo'l berib, va'da asosida ishingizni bitira olardingiz. Biror yer sotib olgan bo'lsangiz ham, ba'zida shunchaki qo'l qog'oz yozib, hamma narsani hal qilish mumkin edi. Ko'pincha hatto notariusga borish ham shart emas edi. Banklar bugungidek har qanday ma'lumotni talab qilmasdi. Davlat xizmatlari esa qishloq yoki mahalla darajasida kamroq hujjat bilan hal bo'lardi. O'sha paytda pul topish va uni saqlash uchun kamroq rasmiyatchilik kerak edi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Globalizatsiya, raqamlashtirish, qonunchilikning kuchayishi va pul yuvishga qarshi kurash choralari tufayli har bir moliyaviy operatsiya, har bir pul oqimi qonuniy asosga ega bo'lishi shart. Hozirgi davrda sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarsiz bankda hisob ocha olmaysiz, davlat xizmatlaridan foydalana olmaysiz, kredit ola olmaysiz. Hatto oddiygina pul o'tkazmaslikni ham amalga oshira olmaysiz. Raqamli texnologiyalar hayotimizga kirib kelgani bilan paradoksal ravishda asl qog'oz hujjatlarning ahamiyati yanada ortdi. Chunki raqamli tizimlarda ularning haqiqiyligi tasdiqlanishi kerak. Birgina kichik hujjatning yo'qligi, muddati o'tganligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi sizni yuz minglab, hatto millionlab so'm puldan mahrum qilishi mumkin. Masalan, hozirda oddiygina uy-joy sotib olish yoki sotish uchun notarius, kadastr idorasi va bank orqali o'tishingiz shart. Bunda mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr pasporti, oila a'zolarining roziligi, turmush o'rtog'ining roziligi kabi o'nlab hujjatlar talab qilinadi. Bitta hujjatning yo'qligi esa butun jarayonni to'xtatib qo'yadi. Mana bu bugungi zamonning qattiq haqiqati. Endi esa azizlar, men sizga ana qaysi hujjatlar sizning moliyaviy muvaffaqiyatingizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilishini va ularning yo'qligi qanday oqibatlarga olib kelishini juda batafsil tushuntiraman. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerakligini ham bilib olasiz. Birinchi va eng asosiy guruh bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Bularga pasportingiz yoki ID kartangiz, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va nikoh to'g'risidagi guvohnoma kiradi. Kim xavotirlanishi kerak? Har bir inson, mutlaqo har bir inson, misol meros masalasi. Tasavvur qiling. Yaqin qarindoshingiz vafot etdi va siz uning merosxo'ri hisoblanasiz. Aytaylik, bu sizning ota-onangiz bo'lsin. Merosni rasmiylashtirish uchun siz notariusga murojaat qilasiz. Notarius sizdan tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizni talab qiladi. Chunki bu hujjat sizning marhum bilan qonuniy qarindoshlik aloqangizni tasdiqlovchi asosiy dalildir. Agar sizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomangiz yo'qolgan bo'lsa yoki eski namunadagi bo'lib, uning asl nusxasi topilmasa, siz merosni rasmiylashtirishda katta qiyinchiliklarga duch kelasiz. Yoki misol uchun, marhumning xotini sizning onangiz erining mol-mulkiga merosxo'rlik huquqini talab qilmoqda. Lekin ularning nikoh to'g'risidagi guvohnomasi yo'qolgan yoki biror sababga ko'ra rasmiylashtirilmagan. Uning qonuniy merosxo'r ekanligini isbotlash juda mushkul bo'ladi. Bu esa uning moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir qiladi. Vaziyat shunday bo'lishi mumkinki, marhumning boshqa qarindoshlari mavjud bo'lib, ular merosni talab qilishadi. Agar siz o'z qarindoshligingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim eta olmasangiz, merosdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu yerda siz millionlab so'mga baholanadigan mol-mulkdan voz kechishga majbur bo'lishingiz mumkin. Faqat birgina tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yo'qligi sababli. Misol 2 bank xizmatlari. Bankda hisob ochish, kredit olish, ipoteka rasmiylashtirish yoki oddiygina pul o'tkazish uchun sizga doimiy ravishda pasportingiz yoki ID kartangiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, sizga shoshilinch ravishda pul kerak va bankka kredit olish uchun bordingiz. Ammo pasportingizning muddati o'tgan bo'lib chiqdi. Bank xodimi sizga xizmat ko'rsatishni rad etadi va siz o'sha muhim pulni ola olmasligingiz mumkin.
Bu bir necha kun yoki haftalik kechikishga olib keladi. Bu esa siz uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki pul o'z vaqtida kerak bo'lgan vaziyatni yengish uchun olinadi. Yoki siz chet elga ishga bormoqchisiz, lekin pasportingizning muddati yaqinlashmoqda. Bu esa sizning daromad olish imkoniyatingizni cheklaydi. Chunki ko'pgina davlatlar va ish beruvchilar pasportning kamida 6 oy amal qilish muddatini talab qiladi. Misol uchun, davlat tomonidan beriladigan nafaqalar va imtiyozlar. Oilalar uchun beriladigan bolalar nafaqalari, tug'ruq nafaqalari, nogironlik nafaqalari kabi davlat yordamlarini olish uchun ham tegishli hujjatlar talab qilinadi. Masalan, bolalar nafaqasi olish uchun farzandingizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, oila tarkibi haqidagi ma'lumotnoma kabi hujjatlar talab etiladi. Agar bularning birortasi bo'lmasa, siz davlat tomonidan beriladigan moliyaviy yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu har oy oila byudjetiga kelish kerak bo'lgan muhim mablag'ni yo'qotish degani. Ikkinchi muhim guruh bu mulk hujjatlari. Bularga kadastr hujjatlari, mulkchilik guvohnomasi, yer uchastkasi bo'yicha hujjatlar kiradi. Kim xavotirlanishi kerak? Uy-joy, yer, avtomobil va boshqa ko'chmas mulkka ega bo'lgan har bir shaxs. Misol, ko'chmas mulk sotish yoki garovga qo'yish. Siz o'z uyingizni sotishga qaror qildingiz. Xaridor topdingiz va hatto kelishuvga erishdingiz. Lekin sizda uyingizga tegishli kadastr pasporti yoki mulkchilik guvohnomasi tartibsiz holatda ekanligini yoki yo'qolganini aniqladingiz. Yoki unda eski ma'lumotlar bor, masalan, qo'shimcha qurilgan binolar ro'yxatga olinmagan. Notarius sizning kelishuvni rasmiylashtirishingizga ruxsat bermaydi. Sotuv kechikadi, xaridor boshqa variant topishi mumkin. Siz esa puldan mahrum bo'lasiz. Ba'zida bu jarayon bir necha oydan bir yilgacha cho'zilishi mumkin. Bu esa sizga katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Chunki o'sha pul sizga boshqa bir investitsiya yoki shoshilinch ehtiyoj uchun kerak bo'lishi mumkin edi. Yoki bankdan ipoteka krediti olmoqchisiz. Bank sizning mulkingizni garov sifatida qabul qilish uchun uning huquqiy tozaligini talab qiladi. Agar sizning mulkingizga tegishli hujjatlarda muammo bo'lsa, masalan, unda turli xil yuklamalar, taqiqlar mavjud bo'lsa, yoki mulk noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, bank sizga kredit berishdan bosh tortadi. Bu sizning orzuyingizdagi uyga ega bo'lishingizni ortga suradi yoki butunlay rad etadi. Shuningdek, ba'zilarning amaki, men bu uyni bir paytlar sotib olgan edim, lekin hujjatlari yo'q edi degan gaplari tez-tez uchraydi. Bu eng xavfli vaziyat. Hujjatsiz mulk, go'yo o'zining egasiz. Siz na uni sota olasiz, na uni garovga qo'ya olasiz, na uni meros qoldira olasiz. Bu sizning mulkingizni shunchaki o'lik kapitalga aylantiradi. Uchinchi muhim guruh bu daromadni tasdiqlovchi hujjatlar. Bularga ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, soliq deklaratsiyasi, mehnat daftarchasi va mehnat shartnomalari kiradi. Kim xavotirlanishi kerak? Ishlaydigan har bir kishi, ayniqsa bank xizmatlaridan foydalanadigan yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan shaxslar. Misol, kredit olish va pensiya hisoblash. Siz doimiy ish joyiga ega bo'lsangiz ham, agar sizning daromadingiz rasmiy ravishda tasdiqlanmagan bo'lsa, bank sizga kredit berishda ikkilanishi mumkin. Aytaylik, siz yaxshi maosh olasiz. Lekin uning bir qismi qora naqd pulda to'lanadi va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomangizda faqat minimal oylik ko'rsatiladi. Bank sizning haqiqiy to'lov qobiliyatingizni baholay olmaydi va sizga istagan miqdorda kredit bermaydi yoki umuman rad etadi. Bu sizni avtomobil sotib olish, ta'lim uchun to'lash yoki shoshilinch davolanish kabi muhim xarajatlardan mahrum qilishi mumkin. Yoki boshqa misol, siz pensiya yoshiga yetdingiz. Pensiya fondi sizdan mehnat daftarchangizni talab qiladi. Agar daftarchangizda ish stajingiz to'g'ri qayd etilmagan bo'lsa yoki ba'zi davrlar uchun yozuvlar yo'q bo'lsa, bu sizning pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Yillar davomida qilgan mehnatingiz hisobga olinmasdan qolishi mumkin. Bu esa sizga umr bo'yi har oyda kamroq pensiya olishingizga olib keladi. Bu esa yuz minglab, hatto millionlab so'm yo'qotish degani. To'rtinchi guruh bu tadbirkorlikka oid hujjatlar. Bu guruhga yuridik shaxsni ro'yxatga olish guvohnomasi, litsenziyalar, ruxsatnomalar, shartnomalar kiradi. Kim xavotirlanishi kerak? Har qanday tadbirkor o'z-o'zini band qilgan shaxs, kichik biznes egasi. Misol, biznes uchun kredit yoki grant olish. Sizning biznesingiz yaxshi rivojlanmoqda va siz uni kengaytirish uchun bankdan kredit yoki davlat tomonidan beriladigan grant olmoqchisiz. Lekin sizda biznesingizni ro'yxatdan o'tkazish guvohnomasi, faoliyatingiz uchun litsenziya yoki mijozlar bilan tuzilgan rasmiy shartnomalar to'g'ri rasmiylashtirilmagan.
bank yoki grant beruvchi tashkilot sizning biznesingizning qonuniyligi va barqarorligini tasdiqlash uchun shu hujjatlarni talab qiladi. Ularning yo'qligi sizning arizangizni rad etishga olib keladi. Natijada siz biznesingizni kengaytirish uchun zarur bo'lgan sarmoyadan mahrum bo'lasiz va bu sizning rivojlanishingizni to'xtatadi yoki hatto biznesingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu esa 100 millionlab so'm potensial daromadni yo'qotish demakdir. Endi esa aziz do'stlar, qoidalardan istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan xavfli nuqtalar va uncha ravshan bo'lmagan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu sizning moliyaviy savodxonligingizni yanada oshiradi. Birinchidan, raqamlashtirish va elektron hujjatlar. So'nggi yillarda mamlakatimizda ko'pgina xizmatlar raqamlashtirilmoqda va biz elektron hujjatlardan tobora ko'proq foydalanamiz. Bu juda qulay, lekin bir muhim nozik jihat bor. Elektron nusxa yaxshi, lekin asl nusxasini so'rashadi. Siz elektron versiyasini telefoningizda yoki kompyuteringizda saqlashingiz mumkin. Bu juda qulay. Lekin ko'pgina yuridik ahamiyatga molik operatsiyalarda, masalan, bankda katta kredit olishda, notarial kelishuvlarda, davlat organlarida hujjat topshirishda ular baribir sizdan asl qog'oz nusxasini talab qilishadi. Taqdim qilingan elektron nusxa shunchaki ma'lumot uchun bo'ladi. Lekin asl nusxasi siz hech qanday ishingizni bitira olmaysiz. Xavfli nuqta shuki, odamlar elektron nusxalarga hatdan tashqari ishonib, asl hujjatlarni qayerda ekanligini unutib qo'yishadi yoki ularni ehtiyotkorlik bilan saqlamaydilar. Keyin shoshilinch zarurat paydo bo'lganda topa olmay katta muammolarga duch kelishadi. Ikkinchidan, muddat o'tgan yoki shikastlangan hujjatlar. Hujjatning ahamiyati uning amal qilish muddati bilan bevosita bog'liq. Muddati o'tgan pasport, yaroqsiz holatga kelgan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yoki yirtilgan nikoh guvohnomasi qonuniy kuchini yo'qotadi. Siz bu hujjatlar bilan hech qanday operatsiya qila olmaysiz. Xavfli nuqta. Ko'pchilik pasportining muddati o'tganini biror shoshilinch vaziyat kelib chiquncha bilmaydi. Masalan, chet elga sayohat qilish yoki pul o'tkazmasini amalga oshirish kerak bo'lganda. Bu esa rejalaringizni buzadi va sizga moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Ba'zida tug'ilganlik guvohnomasi yillar davomida saqlanib, eski va yaroqsiz holga keladi. Uning laminatsiyasi ko'chgan, matni o'chgan bo'ladi. Bunday hujjatni bank yoki boshqa tashkilot qabul qilmasligi mumkin. Bu esa pulingizni olish yoki biror bir huquqiy jarayonni boshlash imkoniyatini cheklaydi. Uchinchidan, yo'qolgan hujjatlar. Hujjatning yo'qolishi moliyaviy muammolarning eng keng tarqalgan sabablardan biridir. Ularni tiklash jarayoni uzoq va qimmatga tushishi mumkin. Bu esa muhim moliyaviy operatsiyalarni kechiktiradi. Nozik jihat. Ba'zi hujjatlarni tiklash juda qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, juda eski yillarga tegishli ayrim hujjatlarning arxivi saqlanmagan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa eski mulk hujjatlar yoki mehnat daftarshalari uchun dolzarb. Agar hujjat topilmasa, uning o'rniga sud orqali huquqiy faktni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajatlar va vaqt talab qiladi. Bu paytda sizga juda zarur bo'lgan pulni yo'qotgan bo'lasiz. To'rtinchidan, ishonchni suiiste'mol qilish va norasmiy kelishuvlar. Qarindoshim edi, ishonch bilan berdim. Bu jumlani tez-tez eshitamiz. Bu gap bilan ko'pchilik yuzlab, minglab dollar yo'qotgan. Yaqinlar o'rtasida pul berish olishda yoki mol-mulkni o'tkazishda rasmiy shartnomalarni tuzmaslik juda katta xavf tug'diradi. Xavfli nuqta: pulni yoki mulkni og'zaki kelishuv asosida qarzga berish, rasmiy shartnoma tuzmaslik. O'rtada tushunmovchiliklar, nizolar kelib chiqqanda siz o'z haqqingizni isbotlay olmaysiz. Sudga murojaat qilsangiz ham qo'lingizda biror dalil bo'lmagani uchun yutqazishingiz ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu esa sizning pulingizni qaytarib ola olmasligingizga olib keladi. Qarindoshlar yoki do'stlar o'rtasida ham har doim yozma kelishuv va kvitansiya talab qilishni odat qiling. 5-dan, qora daromad. Ba'zi odamlar soliqdan qochish maqsadida o'z daromadlarini rasmiylashtirmaydilar. Qisqa muddatda bu afzallikdek tuyulishi mumkin. Ammo uzoq muddatda bu sizning moliyaviy imkoniyatlaringizni keskin cheklaydi. Nozik jihat. Rasmiy daromad isbotsiz. Siz banklardan kredit ola olmaysiz. Ipoteka rasmiylashtira olmaysiz. Davlat subsidiyalaridan foydalana olmaysiz. Eng muhimi, kelajakda pensiyangiz miqdori juda kichik bo'lishi yoki umuman pensiya olmasligingiz mumkin. Chunki pensiya miqdori rasmiy daromad va ish stajiga bog'liq. Hatto norasmiy daromad topgan taqdirda ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish va daromadingizni qonuniy jihatdan tasdiqlash imkoniyatlari mavjud. Bu sizga kelajakda davlat tomonidan beriladigan
imtiyozlar va pensiyaga ega bo'lish imkonini beradi. Shunday qilib, bugungi kunda qora daromad sizning bugungi kuningizni yengillashtirishi mumkin. Ammo kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga juda katta zarar yetkazadi. Aziz do'stlar, endi esa bu muammolarga duch kelmaslik uchun siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq amaliy maslahatlar beraman. Bu harakatlar sizning moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlaydi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni audit qiling. Bugunoq barcha hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Ro'yxat tuzing. Pasport, ID karta, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari, mulkchilik guvohnomalari, uy, yer, avtomobil, mehnat daftarchasi, diplomlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, oxirgi 1 yil uchun soliq deklaratsiyalari. Bularning barchasi qo'lingizda bormi? Agar yo'q bo'lsa, ro'yxatga olib qo'ying. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga solish va xavfsiz saqlash. Barcha hujjatlaringizni bitta joyga tartib bilan saqlang. Bu uchun maxsus papka yoki seyf sotib olishingiz mumkin. Yong'inga chidamli seyf bo'lsa, yanada yaxshi. Hujjatlaringizning raqamli nusxalarini ham yarating. Ularni skaner qilib, xavfsiz bulutli xotirada Google Drive, Dropbox yoki tashqi qattiq diskda saqlang. Shifrlangan arxivda saqlash tavsiya etiladi. Asl nusxalarni har kuni olib yurmaslikka harakat qiling. 3-qadam. Hujjatlarning amal qilish muddatini tekshiring. Bu ayniqsa pasportingiz va ID kartangiz uchun muhim. Pasportingizning amal qilish muddati tugashidan kamida 6 oy oldin uni yangilash uchun murojaat qiling. Bu sizni shoshilinch vaziyatlarda, masalan, chet elga sayohat qilish yoki kredit olish muammolardan xalos qiladi. Agar oila a'zolaringizning hujjatlarida ham muddat o'tgan bo'lsa, ularni ham yangilashga yordam bering. 4-qadam. Yo'qolgan hujjatlarni proaktiv tarzda tiklang. Favqulodda holatni kutmang. Agar biror hujjat yo'qolgan bo'lsa, bugunoq uni tiklash choralarini ko'ring. Qayerga murojaat qilish kerak? Fuqarolik pasporti yoki ID karta. Davlat xizmatlari markaziga, DXM yoki Ichki ishlar vazirligining migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalariga, tug'ilganlik yoki nikoh guvohnomasi, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlariga, mulk hujjatlari, kadastr, mulkchilik guvohnomasi, kadastr agentligi hududiy bo'limlariga yoki DXMga, mehnat daftarchasi oxirgi ish joyingizga agar korxona mavjud bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi bo'linmalariga. Nima qilish kerak? Odatda tegishli arizani yozish, davlat boji to'lash va shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport taqdim etish talab qilinadi. Ba'zi hollarda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar ham so'ralishi mumkin. Masalan, yo'qolgan tug'ilganlik guvohnomasini tiklash uchun sizning pasportingiz, ota-onangizning nikoh guvohnomasi talab qilinishi mumkin. 5-qadam, norasmiy kelishuvlarni rasmiylashtiring. Har doim yozma shartnomalar tuzing. Bu kichik qarz berish, uy ijarasi, hatto oila a'zolari o'rtasidagi yirik moliyaviy kelishuvlar uchun ham amal qiladi. Notarius tasdig'i har doim afzal. Agar notariusga borishning iloji bo'lmasa, kamida o'zaro tushuntirish xati, tilxat yozib, ikki tomondan imzolangan va guvohlar ishtirokida rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Bu kelajakdagi nizolarning oldini oladi va sizning moliyaviy huquqlaringizni himoya qiladi. 6-qadam. Mutaxassislardan maslahat oling. Agar hujjatlaringiz bilan bog'liq murakkab vaziyatga tushib qolsangiz, advokatlar, notariuslar yoki moliyaviy maslahatchilarga murojaat qilishdan tortinmang. Ularning yordami sizni katta muammolar va moliyaviy yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. 1 soatlik maslahat ko'pincha yillar davomida bosh og'riqdan qutqaradi. 7-qadam, nusxalarni saqlashni unutmang. Har bir muhim hujjatning nusxasini ham qog'oz, ham raqamli alohida joyda saqlang. Asl nusxa yo'qolgan taqdirda nusxalar uni tiklash jarayonini ancha osonlashtiradi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlarim, pullar sizning oldingizga shunchaki kelmaydi. Ular ma'lum bir tartib va qoidalarga rioya qilishni talab qiladi. Hujjatlar bu sizning moliyaviy asoslaringizdir. Ular sizning moliyaviy faoliyatingizdagi har bir qadamni tasdiqlovchi dalillar hisoblanadi. Bugungi videoni ko'rganingizdan keyin men ishonamanki, siz o'z hujjatlaringizga nisbatan yanada ehtiyotkor bo'lasiz. Ularni tartibga solish va xavfsiz saqlash orqali siz o'zingizni ko'plab bosh og'riqlardan va eng muhimi, moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilasiz. Esingizda bo'lsin, birgina hujjatning yo'qligi, muddati o'tganligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi minglab, hatto millionlab so'm puldan mahrum qilishi mumkin. Bu oddiygina e'tiborsizlik sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Sizning bu boradagi tajribangiz qanday? Hujjatlar bilan bog'liq qanday muammolarga duch kelgansiz? Fikr, mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling, chunki hali siz bilan bo'lishim kerak bo'lgan juda ko'p foydali ma'lumotlar bor. Keyingi videolarda ko'rishguncha moliyaviy savodxonligingiz yuqori bo'lsin.